Zulunov 17. Erkak kishi kumis sipochka taqsa bo'ladimi? Erkak kishi sipochka taqsa bo'lmaydi. Xuddi sirg'a taqishga o'xshagan narsa. Erkak kishiga sipochka ayol kishining sirg'asiga o'xshaydi. Erkak kishi sirg'a taqmaganidek, sipochka ham taqmaydi. Erkak kishiga bitta ruxsat, uzukka ruxsat bor. Bu ham hammaga emas. Kumush uzuk, masalan, muhr ma'nosida, amir ma'nosida ba'zi ulamolar ruxsat bergan. Lekin boshqalar umumiy deydi, uzukka ruxsat bor. Sipochka, bo'yinga tros, quloqqa sirg'a, burniga naqib tashladiganlar bor hozir. Astagfirullah va atubu ilayh. Erkaklik sifatiga ham biroz putur yetyapti ba'zi o'rinlarda. Bo'lmaydi. Erkak kishi sipochka taqsa bo'ladimi degan savolni soddaroq shakli erkak kishi atlas ishton kiysa bo'ladimi deganga o'xshaydi. Atlas ishton bo'lmaydi erkak kishiga.